Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sotuvimizda 3 xonali dom Navro'z mahallasida joylashgan. Birinchi bo'lib oshxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Gazda muammosi yo'q. Bu yerda topchan qilingan. Anchadan beri hech kim yashamayapti. Bu yerda kirishimizda katta zal. Chap qo'limizda mehmonxonamiz ham yaxshi holatda. Bu jihozlari ham qoladi. Yana bitta keyingi xonamiz bor. Detski. Bu yerda sandiqlar olib chiqib ketiladi. Burada sanozilimiz ataplina o'tgan. O'zingiz uchun santexnika ishlarini qilib olasiz. Bu yerda yana bitta xonamiz. Buning narxini 215 million deyishyapti. Bizda obunachilar kelishtirib berishadi. Tashqaridan lokatsiyasini ko'rsatib o'tamiz. Hovlimizga qo'shimcha tarzda hovuzi va katyoli bor. Bu domimiz chap tarafdan kirib kelishda Tinchlik magazindan kirib keladi. Navro'z mahallasida joylashgan. Birinchi qavatda joylashgan. Qo'shimcha tarzda hovlilari ham bor.